Forex demo hisobini qanday ochish mumkin? Assalomu alaykum hammaga. Bugun men hammaga Forex demo hisobini qanday ochish mumkin bo'yicha eng oddiy va aniq yo'l bilan qo'llanma beraman. Forex hisobini ochish uchun quyidagi manzilga o'ting. Yoki Forex hisobini ochish uchun ushbu videoning tavsifidagi havolaga bosishingiz mumkin. Ushbu videoda men ham hisobini qanday ochish misolini beraman. Quyidagi manzilda ham veb-saytiga kiraman. Boshqa Forex brokerlari bilan siz broker nomini o'zgartirishingiz mumkin. Keling, boshlaymiz. Bu ximga kirishdan keyingi interfeys. Tilni o'zgartirish uchun bu yerni bosishingiz mumkin. Am hisobini ochish uchun boshlashni bosing. Am sizdan quyidagi ma'lumotlarni to'ldirishingizni talab qiladi. Jumladan yashash mamlakati, e-pochta va parol. Iltimos, ma'lumotlarni tartib bilan to'ldiring. Parolingiz uchun 10-15 ta belgidan foydalaning. Bir yoki undan ko'proq raqamdan foydalaning. Bir yoki undan ko'proq ingliz tili kichik harfidan foydalaning. Bir yoki undan ko'proq ingliz tili katta harfidan foydalaning. Bir yoki undan ko'proq maxsus belgidan foydalaning. Men sizga ma'lumot uchun ekranda misol ko'rsataman. Am shartlariga rozilik bildirish uchun bu yerni bosing. Keyin ro'yxatdan o'tishni bosing. Am sizga tasdiqlash elektron xatini yubordi. Gmailga kirish uchun yangi yorliq oching. Bu ham menga yuborgan elektron xat. Agar siz ham elektron xatini kiruvchi qutingizda topa olmasangiz, ko'proqni bosing. Keyin tekshirish uchun spam bo'limini bosing. Endi ham yuborgan elektron xatni ochamiz. E-pochtani tasdiqlashni bosing. Agar siz haqiqiy hisob ochmoqchi bo'lsangiz, hisobni tasdiqlash uchun hujjatlarni yuklashingiz kerak. Demo hisob ochish uchun tasdiqlash talab qilinmaydi. Endi mening hisoblarim bo'limiga o'ting. Bu yerda siz savdo akkauntlaringizni boshqarasiz. Am akkauntni ikki qismga bo'ldi: haqiqiy akkaunt va demo akkaunti. Bu ham foydalanuvchilar uchun yaratgan MT5 standart haqiqiy akkauntidir. Va bu ham shuningdek foydalanuvchilar uchun yaratgan MT5 standart demo akkaunt idir. Endi men sizga boshqa demo akkauntni qanday ochish haqida ko'rsatma beraman. Qo'shimcha hisob ochishni bosing. Maxsus demo hisobni bosing. Savdo hisobingizni sozlangni boshlaymiz.
Savdo platformasini tanlash uchun bu yerni bosing. Siz Mint4 yoki Mint5 platformasini tanlashingiz mumkin. Men Mint4 tanlayman. Hisob turlariga kelsak, Qim standart va ultra log standart hisoblarini taklif etadi. Men standart hisobni tanlayman, chunki u mashhur va hamma uchun mos keladi. Keyin kredit yelkasi, asosiy valyuta va sarmoya summasini tanlang. Keyin davom etishni bosing. Yakuniy qadam savdo hisobingiz uchun parol yarating. Parol talablari on 5 ta belgidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq raqamdan foydalaning, bir yoki undan ko'proq ingliz tili kichik harfidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq ingliz tili katta harfidan foydalaning, bir yoki undan ko'proq maxsus belgidan foydalaning. Men sizga ma'lumot uchun ekranda misol ko'rsataman. To'ldirgandan so'ng yakunlashni bosing. Shunday qilib, sizning demo hisobingiz muvaffaqiyatli yaratildi. Endi shaxsiy kabinetga kiringni bosing. Bu men hozirgina yaratgan demo akkaunt. Savdo platformasida endigina yaratgan Qim akkauntiga kirish uchun sizga kerak server nomi, kirish akkaunt raqami va akkaunt paroli. Akkaunt ma'lumotlaringizni topish uchun bu yerni bosing. Hisob ma'lumotini bosing. Bu hisob ma'lumoti jadvali. Siz server nomi va kirish akkaunt raqamini bu yerda topishingiz mumkin. Agar siz savdo akkauntingiz parolini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu yerni bosing. Keyin savdo hisobi parolini o'zgartirishni tanlang. Endi siz hisobingizga kirib savdo qilishni boshlashingiz mumkin. Siz ushbu videoning tavsifida bergan Mint4 va Mint5 ni qanday yuklab olish va ishlatish video qo'llanmasiga murojaat qilishingiz mumkin. Shunday qilib, men sizga Forex demo hisobini qanday ochish mumkin bo'yicha yo'l-yo'riq berishni tugatdim. Akkaunt ochish jarayonida sizga muvaffaqiyat tilayman. Xayr va keyingi videolarda yana ko'rishguncha